Voydod, hoji aka, bilaman, jiyanlaringiz gelikda yuribdi. Siz aynan Cadillac Escalade'ni mana shu longini bosib olishingiz kerak-ku. Siz bopi, statusingiz bopi, mashina deyman-de. Uni saloniga o'tirib ko'rsangiz, maza qilib olasiz-ku. Gelikda ham yurgan ekanman-de, deysizmi deyman-de. 210 ming, 200 ming. Voydod, hech kimda yo'q, bu narx deb turib 198 minglar sotishyapti. Endi buni narxi bilan solishtirib ko'ring-de. Bitta like bosib, hamma pulini sanog'ini bilmaydigan hoji aka tanishlaringizga jo'natib qo'ying. Inshaalloh hammaga mana shunaqa yangi Cadillac Escalade'larda o'qib yurish nasib qilsa. Uni jasadini kattaligini ko'rsangiz-chi, orqa stopini o'zi qari 1 metrdan oshiqdi. 602 motor ob'yom. 38 tama qanchadir kolonkasi bor. Bitta ochsangiz zinalari chiqib ketadi. Aynan siz xohlagan mana shu qimmat rombikli saloni ham qarang, oq ekanda. Yangida 2024-yil 1500 bo'lgan probeg. Monitorlarni qarang, splashnoy ekan. Bundoq avalni, haqiqiy mana bu yoch elementlarni ko'rsangiz-chi, yorib olgan ekan lekin head-up display xolismi bu mashinadan nima xolis? Hamma narsasi bor. Komplektatsiyalarini qog'ozi bor. Mana bor. Mana shu narsalar hammasi qo'shilgan. Nalichida turibdi. Shundan shtarpulingizni sanaysiz, haydab ketaverasiz. 3 oylab kutmaysiz-da. 189.900 ga bosib olsangiz bo'ladi. Bitta like bosib, hamma hoji aka tanishlaringizga jo'natib qo'ying. Hammaga nasib qilsin bor-ku. Rosa havas qildim lekin bu mashinaga. Nachnoy videolargacha bordi. Haqiqiy premium mashinalar mana shunaqa bo'ladi-da.